Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlar bilan 200 kvadrat metr enini 10 metr uzunasini 20 bo'lgan bir etaj hovli joyni video obzorini qilamiz. Joylashgan manzilimiz do'stlar Sharshara kafesi Sputnikda joylashgan bo'lib, 100% gaz, suv, svet, transportlardan muammosi yo'q. Girib yashash sharoitine ega. Tam bir qismi shestikranli uslubda oldi stechka qilingan, kanalizatsiyalar tashqi qismi chiqarilgan, ikki yon tomonidan gulotizlar tashalgan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Elektron o'chiruvchilar tashqi qismidan chiqarilgan ekan, oynalari. Girib like'larni bassangizlar, xudo xolasa sizlar bilan tanishib chiqamiz. Ikkili eshiklar o'rnatilgan bo'ladi do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu girish qismimiz yurtdoshlar. Yog'och pol laklangan bo'ladi. Yine bu yerda tam bir qismimiz, bu yerda suv nasozlarimiz, profildan ishlangan isitish tizimlari, ikki oyna tashalgan. Aytib o'tganimizdek shestikranli uslubda, patoloqlari yana shuning chorniy svetda ajoyib etib ishlangan. Rakovina umumanlikimiz. Dalana keladigan olsak yurtdoshlar, shuning katta dalanini ko'rib turganlaringizdek, bir plan joylarni dalani deyim, katta dalan. Aynasi ko'cha tomonga qaragan, rozetkalar tashalgan, natijnoylar, davaraki gipsokardondan chiroyli ishlangan. Yana bir aytib o'tdik. Do'stlar, ikkili eshik zal tomonimizda, bu yerda spalnimiz, oshxonamiz, bu yerda sanuzel. Ikkili eshik bo'lgan, yana zal bor. Katta zal do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Balandligini ham gap yo'q. Eni 10 metr bo'lgandan keyin ishlardan buni enini ko'rishingiz mumkin. Ishlardan ketganman shuning. Dagansa. Ko'p hozirgi yarim plan aytilib turgan joylar qurilish astomini yeni bilan desak mubolag'a bo'lmaydi. Do'stlar, в общем, oynasi akvaplastiklardan sifatlisidan mo'yshi oboylar, isitish tizimlari, yog'och pol laklangan. Podvalam bak где-то bir lyukni görmedim yani. Tak, bir yerda sanuzelimiz bo'ladi yine. Da patalka kafelle urilgan yurtdoshlar. Vannasi, suvni isitish tizimi Aliston, veshilkalaridan bor, Kokvo firmadan. Unitazlarimiz profildan ishlangan isitish tizimlar. Ajoyib, mo'shni rakovinasi ham bor ekan. Do'stlar, kelib ko'ringlar. 20 ga 10, 10 20 do'stlar yine. Bu yerda Детский spalni bo'ladi do'stlar. Aboydan chiqqan ajoyib tayyor holatda berina spalnimiz yurtdoshlar, oynasi orqa tomonga qaragan bo'ladi. Ajoyib bom aboydan chiqib, natijnoylar urilib, yog'och pol laklangan, splashnoy ham yerimiz yana shunday yaldirab turibdi. Kelinglar, olinglar, yashanglar do'stlar. Rahmat deb qo'ysangizlar bo'ldi. Priyamo mulk egasi nomerini beramiz, kelib savdolashib olaverasizlar. Kafel fartuqlar kuxnyamizda o'tirib ovqatlanadigan sharoit qilsa bo'ladi. İstiş tizimlerini görüp turibsizlar. Gazı, suvi, sveti kelib turibdi. İnşallah arka tarafında yine bir kladovishni qilib, ya mangal tutatmakka joylari bor. Qurilish asti ajoyib, ko'p ayrim bir joylardan katta. İnşallah sotilishini sababchi bo'lsak, like'larni bosib beringlar. Bir ro'z oyida bir yaxshi ish qilgan bo'lamiz, xayr qilgan bo'lamiz do'stlar. Kelinglar, ko'ringlar, savdolashib olinglar. Narx ekranda yozib qoldiriladi. Salomat bo'ling. Keyingi do'stlarimizda ko'rishguncha xayr.